bankdan kredit olib, bankka yutgan odamni endi ko'rishim. O'zi Xorazm viloyati Hazaras Asaka bankda boru, o'tgan safar Kia Sonet avtomobilini topshiruvdik. Bugun yana xuddi shunaqa aksiyani ustidan chiqdim. 5 million Dilshod akam yutib olganlar. Bir hafta bo'ldi menimcha. Bir hafta oldin jonli efirda shaxsan o'zim efirda qatnashib aniqlagan edim. 561-ishtirokchimiz Karimov Dilshod O'tkirbek o'g'li. Dilshod aka 5 millionlar muborak bo'lsa endi. O'zi nima oluvdingiz kreditda? Biznesimiz bor edi, parda sohasi bo'yicha shug'ullanamiz. O'shanga olgandi. 5 million yutib oldingiz. Nima qilasiz? Endi bu pulni kreditga qaytarasizmi yoki o'zingizga ishlatib yuborasizmi? Yetaga yillar bor. O'zingiz ishlatsa bankka to'lagingiz kelmayapti 5 million. Yo joydan keldi, baribir to'lamaysiz, lekin qolganini vaqtida to'lab turing ekan baribir. Tabriklayman. O'zi undan ham tashqari nimaga Asaka bankdan kredit oldingiz aka mana? Asaka bankning xodimlari zo'r, ishni sirozda bitirib berdilar. Yarim soatmi, 1 soat ichida bitdi. Xodimlarning muomalalari zo'r, ish qilib tez bitirdilar ishni. Endi mana 5 million yutsam shunaqa derdim, bori. Mana 5 million yutib olganda hamma shunaqa deydi. Mayli, aka, tabriklayman. Xullas, Asaka bank shunaqa aksiya qilyotdi 11-iyungacha. Agar siz ham 5 milliondan oshiq kreditni mikroqarz oladigan bo'lsangiz, shunaqangi aksiya ishtirokchisiga aylanasiz. Har 2 haftada 4 tadan g'olibni aniqlaymiz. Agar siz ham shunaqa Dilshod akamdagi pullarni yutmoqchi bo'lsangiz, Asaka bank tanlayvering. Asaka bankdan ham kredit beramiz, ham aksiyada yutib olishingiz ham mumkin. Aka, tabriklayman. Yaxshiliklar ishlating. Ey, chempion! San sport yoki musiqadan xasta ko'chada ijod